Sharpaga o'xshab yurganim yetar. Balki tanishlarimni ishga solib, kerakli aralashmay qo'ya qol. Shundoq ham tashvishing ko'p. Qaynonang bo'la olmadim. Layn, universitetda qanday manbaga tayanib ishlaganding? Esingdami? Axir manba meniki-ku. Talonchilik haqida maqola yozishni yuklashdi menga. Ko'pchilik talabalarning e'tirozlari bor edi. O'ylashimcha siyosiy tus bermasa bo'lmaydi. Telefonini berasan? Oldin o'zim qo'ng'iroq qilaman. Shunaqami? Ayol kishi degan. Afsuski adashdi. Bunaqa maqolalarni o'zing boplarding. Men hozircha tayyor emasman. Aslida mushuklar sartarosh haqida bema'ni narsalarni yozishni yoqtirib qoldim. Hozircha. Umuman olganda bu yerga qaytishim qiyin bo'ldi. Nachora, bu yangiliklarni qiynalib o'qiyman. Juda qo'rqinchli narsalar bor. Menimcha u yonimda bo'lmagani uchun shunday. Onalar men ahvolimni tushunadi. Bu degani jurnalistikaga ehtiyoj yo'q degani emas. Clark menga va'da berdi, sen Pulitzerni qaytarishing kerak. Shunaqami? Tasavvur qilyapsanmi? Tanishlari orasida eng qaysar o'zing ekansan. Tirishqoq. Tirishqoq. Hammadan avval ma'lumot to'plab, lavha tayyorlashga shoshilishingni aytgandi. Lekin o paytlarda hammasi boshqacha edi. Chigal masalalarni shunchaki yechmaganman. Haqiqat uchun kurashar edim. Ana o'shanda men olamni nima harakatga keltirishini tushunib qoldim. Viktor Stol, chindan ham o'lganmi? Mana shu. Bu o'zga sayyoraliklarga yoqmagandi. Buni libosingga biriktirib ko'raman, lekin vaqt kerak. Afzal tomonlari ko'p. Binoni qo'riqlash uchun bir necha million sarflaganman. Qimmatga o'xshaydi. Salom. Yangi o'yinchoqmi? Desantlar mashinasi. Bir do'stim shunda uchishni istagandi. Lekin bitta uchuvchi bizga yordam bera olmaydi. Menimcha dushman yaqinlashib qoldi. Adashyapsan, Bryus. Dushman shu yerda. Uni cho'l bo'risi deyishadi. Olam kushandasi. Hayotining mazmuni bosqindan iborat. Qo'li qonga belangan. Tirik qolganlarni qulga aylantirgan. Qo'rquvdan kuch oladigan maxluq u. Bittasini uchratganman. Kelisha olmadik. Gotemdami?